Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, qadrli obunachilar. Mana yana navbatdagi mebelimiz ozgina maydonroq joyi qilingan. 1.90 bu yer ham 1.90. Balandligi 256 bo'lgan. Antresollarini ko'rib turibsizlar. Bu materiallarimiz Agita bo'lgan, Turkiyaniki. Tepa qismi ham shunday. Mana bu profillarimiz endi boshqa tema. Sababi bu profillarimiz alyuminiy profil, hozirgi kunda eng zamonaviysi. Ko'rib turibsizlar. Bu Agita profil emas, MDFdan emas, alyuminiy profil bo'ladi. Bu yerlarga vitishkalarni joylab beryapmiz do'stlar. Mana bu joylarini yopib, vitishkalarni chiqarib tayyorlab berdik. Pushlarni ham mana ko'rib turibsizlar. Oralariga qo'yganmiz, chiroyli qilib, yana bosib qo'yib qo'yasizlar. Bu yerlarga o'sha mikrovolnovkalarini joylab beryapmiz. Mikrovolnovkaning tepasiga eshiklari bor. Bu yerda duxovkasini joylab berdik. Mana bu joyni barqib berganmiz do'stlar. Hammasi 100% o'sha Turkiyaning Upside firmasini o'sha petlaridan qo'yganmiz. Tandem rolliklar har doimgidek yonlaridan ko'rinmaydi. Security mexanizm tayyorlari o'sha laminatdan 35-40 kilogacha bo'lgan yuklar bemalol ko'tara oladi. Bu yeriga esa qo'shimcha qilib turib, push variantda qo'shib soladigan o'sha nimalarda kunlik ehtiyojga ishlatiladigan oshxona anjomlarini bemalol solib qo'ysa bo'laveradi. Mana bu narsamizdan 5 sm dan o'zi tortib oladi do'stlar. Mana shu yerga esa chuqurroq qilib berganmiz. Sababi bu yerga joydan individual foydalanganmiz. Imkon boricha dizayndan ham qochmagan holatda. Sababi bu yerga o'sha kastrulka, qozonlar bemalol qo'yib foydalansa bo'ladi. İşimiz 100% bezrучка variantda chiqqan. Ko'rib turibsizlar, bu yerlarni ozgina o'stirganmiz. Tepalari ham ko'rib turibsizlar, 3 sm balandlikda bo'lgan, glubinasi ham 35 sm. Do'stlar, eshiklarimiz yopilishi, mana ko'rishingiz mumkin. Hammasi 100% o'sha petlarimiz, mexanizmlarimiz hammasi davchilik. Bu yerlarga o'sha ledchiroqlarni har doimgidek qo'yib berganmiz. O'sha ilmoqchalarni ham qo'yib berdik mana bu yerlarga. Endi bu tarafiga keladigan bo'lsak do'stlar, Haldeniga biz kelgan vaqtda o'zi aslida bu yerda edi. Biz joylashtirish uchun maslahat berdik. Kommentariyada yana o'z fikrlaringizni bildirib ketasizlar. Haldenik asosan mana bu yer joyda turishi kerak. Haldenikdan mahsulotni olib, bu yerga рабочий zonaga qo'yiladi. Qo'ygandan keyin mahsulotni yuvib, tozalab, mana bu рабочий zonada tayyorlab, ovqatini bemalol qilsa bo'laveradi do'stlar. Juda ko'pchilik shu narsaga adashadi. Shuning uchun meni fikrimcha shunday bo'lgani ma'qul. Yana kommentariyada o'zingiz fikrlarni bildirib ketasizlar. Bu yerga kir mashinasini joylab berganmiz. Bu yerda mo'ykalarni qo'yib berdik. Imkon boricha o'sha joyiga chiroyli qilib joylab berdik do'stlar. Har doimgidek mo'ykaning tepasiga sushilkalarni qo'yganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerlarga esa yana oynasidan o'sha yerda qilingan oynada yana takrorlab berdik do'stlar. Haldening tepasiga ham kattagina quticha qilib berganmiz. Buni ham bosgan saringiz ochiladi tepaga, mana o'rtaga qo'yilgan mexanizmni. Bunday qilganingizda o'sha ochib beradi do'stlar. Xo'p. Ishimiz kimga ma'qul bo'lgan bo'lsa, uzoq yaqinda yurgan aka-ukalar, opa-singillar bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Yana bitta narsa, Stalishnistamiz 4 sm do'stlar, 2,5 sm emas. Bu narsa suvga chidamli. Rossiyaning o'sha Ultra Decor kompaniyasidan ishlab chiqariladi. Korpus laminatlari ham xuddi shunday. Agar MDF deydigan bo'lsangiz, MDFdan ham qilib beraveramiz. Bu yerga общий bitta o'chadigan qilib turib, sensorni qo'yganmiz. Mana bu tarafi ham bitta o'chayapti. O'rtada devor bor do'stlar. Imkon boricha hammasiga e'tibor qilgan holatda bitta joydan yonadigan qilib qo'yib berdik do'stlar. Tepa qismi glansli bo'lgan, past qismi ham o'sha ultra mat bo'lgan. Shuni tanlashgan endi uydagilar mana shunday bo'lsin dedi. Oynali, ikkita joyga oyna qilib bering dedi. Ishimiz agar sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta bitta like tugmasini bosib qo'yasizlar. Hali obuna bo'lmaydi kuzatayotgan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Sababi shunaqa ishlarimiz birinchilardan bo'lib sizlarga yetib boradi. Kimdir yaxshi usta qidirayotgan bo'lishi mumkin, kimdir o'zini joyiga moslab yasatmoqchi bo'lgan bo'lishi mumkin. Bemalol bizga aloqaga chiqsanglar bo'ladi, uyaltirib qo'ymaymiz. Suvlarigacha ulab berganmiz do'stlar. Mana ko'rishingiz mumkin. Hattoki suvni joyi o'zi aslida bu yerda edi. Bu yerda mana bu joyga santexnik ishini qildirib qo'yiladigan bo'lganda, akamiz ozgina vaqti bo'lmagan.
O'shaning uchun o'zimiz bu narsalarni ham qilib berdik. Sabab bizdan keyin unga yugur, bunga yugur, unaqa narsa bo'lmasin deymiz. Hop, gazlar o'zi bor edi, gaz joyida edi. Gazlar bilan hozir bemalol o'sha foydalansa bo'ladigan holatga keltirib berdik do'stlar. Bu yerga ham o'sha svechalarini albatta joyini o'yib, kanalni ochib, keyin qo'yganmiz do'stlar. Hop. Mana shu ishimiz endi kimga yoqqan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Pastki nomerlarga joylarni o'lchab, o'sha joylarga moslab, chiroyli qilib, dapatalka ko'rib turibsizlar. Hamma joyini akkuratlik qilib qo'yib berganmiz. Uyda kelsam xursand bo'lsa. Sizlar bilan yana ko'rishguncha xayr deb bo'laman. YouTube orqali bemalol aloqaga chiqaringlar. O'zi yaqinda yurgan aka-ukalar joylarga borib 3D variantini chizib, sizlarga o'sha atilgan muddatda olib borib berishga va'da beramiz do'stlar. Sizlar bilan endi Yevroviber bo'ldi. Sizlar bilan ko'rishib qo'yguncha sog' salomat bo'linglar.